Assalomu alaykum hamyurtlar. Yana bitta motoblokka chizilchamiz bitdi. Buni endi zakazga binoan yasadik. Bunda holatda hozir xudo xolasa Kosonsoy tumanini Tergacha degan qishlog'iga jo'natdik. Buni odamlar shundoq ishlatamiz deyapti, lekin bu jicha ishlashga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Bu mana hozir umumiy buni eng to'raygan varianti 39 bo'ladi. 39 bo'lganda 60 gradgani chopiq qilsa bo'ladi hozir shu holatda. Faqat chopiq qilish uchun mana bu lapkani bundoq qilib kesish kerak. Shunda bu tomondagi ekinga, ikkita tomondagi ekinga ziyon yetkazmaydi. Buni bundoq kesib tashlash kerak. Hozir shundoq berib ko'ramiz. Agar ishlata olmasak kesadi baribir. Yo'q, buni 60 agatga 60 agatga chiqarib turib ikkita agatni birdaniga chizil qilsa ham bo'ladi. Mana bundoq qilib, mana hozir 60 bo'ladi. Mana sal ichkariroq kiradi. Mana lekin ko'rsatib. Shunda mana bu lapkani olib tashlaydi. Bu lapkani olib tashlaganda shunda ikkita 60 agatni, ikkita ya'ni motoblokni balonni izini haydashi mumkin. Chizil qiladi. Pultasa qiladi yo'q. Endi buni yaqinlashtirsa, xo'p, buni lapkani yarmini kesib tashlasa, chopiq qiladi, orqadan bu haydab ham ketadi. Faqat motoblok bitta ariqning ichida yuradigan bo'lsagina shu narsalar amalga oshadi. Xo'sh. Endi bunga hozir bu yog'iga bu narsalarni olib tashlab turib, mana bu zamokka xohlagan organini qo'yib, bittalik ariqning ichida yursa bo'ladi. Bitta agat ichida yuradigan qilsa motoblokda ochar qo'yadimi, hamma narsasiga effekt beradi. Agar ikkitalik qilib turib, buni o'rnida kartochka ko'yiladigan qilsa ham bo'ladi. Ikkita ariqda minib yuradigan qilib turib, bunga kartochka ko'yiladigan lapka qo'ysa ham bo'ladi. Endi yana o'sha ligrovkasi bor, mana vintovoydan ligrovka bo'ladi. Обязательно. Xo'p. Mana buni qo'ydik. Hozir buni qo'yib berishni so'rashdi. Buni qo'yib mana katta profil bo'lib qolgani sababli mana bu yerdan o'tayotgan bolti noto'g'ri kelib qolmasin deb bu profilni uchini bukib turib, svarka qilib qo'yib berdik. Hozir buni o'sha Tergacha degan qishloqqa, ya'ni Kosonsoy tumaniga jo'natamiz. Shunaqa narsalar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar.